Xullas hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz YouTube kanal ochganmiz. YouTube kanalimizga birinchi videomiz bo'ladi shu. Shu birinchi videomizni hozir horror video bilan boshlamoqchimiz. Hammaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan men Aziz Zone va meni akam Jahongir 21. Bugun biz YouTube kanalimizni, birinchi YouTube kanalimiz akam YouTube kanaliga birinchi horror videomizni joylamoqchimiz. Ya'ni qanaqa bo'ladi desalaring jigarlar. Xullas hozirlarga birma-bir tushuntirib o'taman. Bu xullas qo'rqinchli videolar haqida olmoqchimiz. Xullas xaroba joylarga borib, bular aynan qo'rqinchli uylarni ko'rsatib, sizlarga shunaqa video haqida olmoqchimiz. Shunga maksimal podishka qilsalaring, biz sizlarga zo'r videolarni olib harakatdan o'tamiz. Davay o'rtoqlar. Bu bizning birinchi videomiz bo'lgani uchun maksimal podishka qilib turasizlar jigarlar. Like, podpiskani ayamasdan bosib qo'ysalaring, bunday qiziqarli challenge'larni ham olib boramiz. Xullas biz hozir ikkimiz, bizda operator ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q, lekin biz video olishdan to'xtamaymiz deganlar. Xullas biz qo'rqinchli lakatsizlagan yo'lga chiqdik o'rtoqlar. Videoni ko'rib boraylik, dahshat bo'lardi. Xullas mana biz hozir operator yo'q, endi shuning uchun bitta pauza qilib bir-birimizni olib yuramiz videoga. Chunki maksimal podishka qilib turasizlar. Hozir telefonga kirib lakatsiyani tuamiz, lakatsiyani bosib, bu lakatsiyani ko'z yumib bosamiz. O'sha lakatsiyadan to'g'ri qayerga bosib o'sha yoqqa borib sizlarga ko'rsatamiz. Obzor qilib beramiz hozir. Davay. Soat ko'ryapsizlar, 10 dan o'tgan. Soat 10:12 kechasi. Hozir uydagilarga indamay chiqib yubordik. Hech kim bilmaydi. Harakatimiz po'xoy, davay ketdik. Xullas. Yesak. O'p jigarlar, ko'rib turganlaringni biz hozir dalay kiyganmiz, hamma yog'imiz. Ko'rdikmi masalan, hamma yog'imiz. Stol yotibdi, boshqa yo'q. Balobatda biz qishloqda yashaganimiz uchun bilasizlar bizda eskisi gaplar bor. Ajina shayton o'zi xaroba joylar boshlanyapti. Prosta hozir fanarjik yo'llik qilyapti. Xullas o'rtoqlar. Xullas o'rtoqlar, hozir biz yo'lda boshlab oldik. Hozir qalay Tuzor mahalla, endi ko'pda tutlanib. Aynaqa joyga keldik. Hozir endi aynaqani boshlagan. Hozir bizda fanarjik yo'llik qilyapti prosta. Fanarjik tutib turishganimizga telefon fanari qora ko'rsatyapti faqat. Xudo xolasa keyingi videolarda harakat qilamiz. Fanarlik bor. Sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz to'liq. Videoni qanday ko'raylik, oyicha iloji bor sizlarga videoni ko'rsatishga harakat qilaveramiz, davay. Go. Xullas o'rtoqlar, mana ko'p tugunlarni hamma yoq tutib bosib ketgan. Ko'rnyaptimi bilmadim sizlarga. Ko'rnyaptimi? Xullas mana hamma yoq tutib bosib ketgan. Tuzlar o'rta hozir pishgan paytda. Xullas biz daladamiz qisqasi. Qatga bo'lsa. Bo'rlarni ovozi eshitilyapti. Sizlarga eshitilmayapti, bizga eshityapti. Bo'lyapti. Oh my god. Maksimal podishka qilsalaring, bundan da zo'r videolarni chiqarishga ko'ramiz sizlarga o'rtoqlar. Vahshiy to'rlardan chiqarish eng qo'rqinchliklari bizning kanalda. Davay. Insar. Zo'r, xullas qarchi. Mana tamozi. Madurlardan boshqa nima bo'ldi? Bunga e'tibor etsizlar ko'rinadi, bizga ko'rinmaydi. Do'sti fanari yo'qdi, fanari yo'q. Biz o'rtoqlar, biz oxirga yetib keldik, yerda oxiriga yetib keldik. Hozir mana qo'rqinchli joylar. O'ta hamma yoq changalzor nimalar bo'lib ketgan. O'shani kimdir aytib ko'prik bor, hozir ko'rsatishga qilamiz. O'tganda video olib ko'rsatamiz sizlarga. Sekin yurib, xullas hammasida videoni oxirida ko'rasizlar. Yesak. Xullas o'rtoqlar, biz Ey, bilat. o'ta vahimali joy. Yo'lni ko'ryapsizlar, mana talab bo'lyapti. Xullas. Bir ikki keldik. Bir rekord tirishlar mumkin. Kanal xullas. Tag'inlar kirpilar. Ko'ryapsizlar. Xullas. Bo'rlarni ovozi cho'chityapti biz. Hozir nima tushunmaganmiz hozir akam bilan. Biz sekin chiqamiz. Xullas chiqib keldik. Bu yoq tarafda chaylar bor, hozir ko'rsatamiz sizlarga, egasi bo'lishi mumkin. Xudo xolasa keyingi videolarda yana ko'rsatamiz sizlarga, fanarchilar bilan kiyganimizda ko'rsatamiz, xullas. Hozir ko'rsatmaymiz, hozir endi mana men ko'rsataman, xudo xolasa. Iloji boricha ko'rsatishga qilamiz, davay. Ana. Dalada Biz yo'lda davom etganmiz, xudo xolasa. Uyimizdan hozir 5 kilometr
intizorlikdamiz. Xudo xolasa bu birinchi videomiz bo'lgani uchun hozir shuncha nima qildik. Xudo xolasa keyingi videolarda uzoq joylarga borib, xaroba joylarga borib ularni nima vinarasida bilan. O'rtoqlar mol. Mollar. Hatta mol otishadi. Yipla bu nima bu? Ko'rsatamiz. Nima bo'lishi mumkin? Mol ekan o'rtoq. Mol bo'lish. Odam qo'rqib ketdi. Kechasidan hamma qo'rqadi. Ne ko'rsatishini biladi, odam qo'rqadi. Odam qo'rqdi lekin. Jun tikka bo'ldi. Voy billahi. Ha, jun qo'rqatamiz. Konde! Jun tikka bo'lib ketdi. Tikka bo'ladi. Odam qo'rqdi lekin. Intervyu olamizmi? Odam qo'rqdi lekin qarasa. Davay o'tona. Sizlarga eshitilyaptimi bilmadik-ku endi. Itlarni, bo'rilarni ovozi chiqib yotibdi. O'ta qo'rqinchli. Qo'rqinchli. Uzoq hazil yurib bormadik. To'g'rimi? Yo'qara yuramiz. Biz endi mana ham tushib ketyapmiz. O'rtoqlar, shaddaladan tushib kelgan bo'lsak, hozir mayli filmni ichida o'ldirib kiryapmiz. Soat 11 ga qarab ketyapti, lekin biz sizlar uchun video olgani tushib kelyapmiz. Hamma yoq bo'rilar qanaqadir chevolib yurgan yo'limizda kirpi bo'lib yotibdi. Buni ko'rib olaylik endi bu yoq nima bo'ladi. Xullas biz ancha yo'l yurib keldik. Shunga dam olib turibmiz hozir. Kechib ketdik odam. Bunaqa qo'rqinchli joylarda o'tiribmiz. Odam qo'rqyapti lekin o'tirgani ham. Iloji yo'q, endi dam olmasak bo'lmaydi. Hazil yurmadik. Ketdik. Asosiysi suvsayamiz, tomoq qurib ketdi. Suvsab ketdi. Suv topish muammo bo'lyapti. Endi keyingi videolarda olmasak bo'lmaydi suv. Birinchi videoda baribir boshlanishga hamma narsa esdan chiqadi. Sekin bilan ko'tarilamiz, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rsalaring. Oxiri qiziq bo'ladi, xudo xolasa. Davay. Xullas, sigirlar. Biz mahallamizni boshiga yetib keldik. Videoga bosib qo'yib, birovni bir cheklarni biz birinchi videomiz uchun maksimal podpishka qilib, yaxshi komentarlardan kutib qolamiz deganlar. Hammalaringga rahmat. Soat 11 bo'ldi. Necha soat 10 bo'lmasdan yo'lga chiqqaninglarmi? Ha, shunaqa edi. Biz chiqib hozir mahallaga kirib keldik. Endi ekranda ko'p odam bo'lmasa, ya'ni charchabdi. Videoga bosib qo'yinglar deganlar. Rahmat. Va endi ta'sirotlaringiz haqida bo'lishing obunachilarga. Assalomu alaykum hammaga. Birozdona MBC kanaliga xush kelibsizlar. Xavfsizlikda biz 1,5 soatdan oshiq yo'l bosdik. Havola qurib ketgan. Uzoqqa kelyapmiz hozir. Sizlar uchun video oldik. Xudo xolasa yana keyingi videolarda bundan da zo'r videolar chiqadi. Maksimal podpishka qilsalaring. Biz video olishdan to'xtamaymiz. Sizlar bilan xudo xolasa 100 mingtaga bo'lishga takan sog'ib yuramiz. Sizlar o'rtoqlarimiz uyga yetib keldik. Biz suvmasak bo'lmaydi endi. Odam suvsadi.